Hammaga assalomu alaykum qadrlilarim. Kechagi kunimni sizlarga bo'lishmoqchiman. Videoni kecha qo'yishim kerak edi, lekin vaqtim bo'lmadi. Ertalabda birinchi stomatologga bordim, 10 minut kutib turdim va xonaga kirdim. Bu yoqda bo'lsa o'zimni og'zimni tekshirayotgan videoga olyapman deb o'ylasam adashgan ekanman. Kamera teskari bo'lib qolgan ekan va u yoqdan chiqib salonga yo'l oldim. O'zi tishingizni rentgen qildiring dedi. Pulim yo'qdi. Suhrob akaga telefon qilsam, Suhrob aka men pul tashlab beraman. Davaychi rentgen qildir dedi. Bo'pti, xo'p deb Anora Weddingga keldim. Ish qaynayapti. Qoshimni, sochimni, kiprigimni qildirishim kerak edi. Mayli dedim, sразу rentgenga ketdim. Va уже rentgen qildirishni boshladim. Medsestra ham mani o'zim bitta qop-qorong'i xonaga tashlab 30 sekund turib turasiz dedi. Mana apparat bo'lsa atrofimda o'zga sayyoralikka o'xshab aylandi. Keyin chiqib 10 minutga qolmasdan mani rentgenim tayyor bo'ldi. Diskni olib Ekodental klinikka bordim. Aziz opamning oldiga diskni tashlab chiqsam ko'zim shu momo-qaymoqlarga tushdi. Chiroyliligini qaranglar. Farg'ona biram chiroyli bo'lib ketibdi. Sразу salonga kelib qoshimni qildirib oldim. Ko'pchilik qoshingizni tergamsiz deydi. Yo'q, atrofini ochartiraman xolos. Undan keyin sразу sochlarimni qildirishni boshladim. Ko'ringlar, qaranglar qanday takkoy chiqdi. Valah, qaranglar, nimaga bu asar jemchujniy rangni qaranglar, ko'ryapsizlarmi? 1 2 3 dedimda kiprikka ham chiqib turib kiprigimni ektirib oldim. Qaranglar qanaqa tabiiy qilib ekib qo'ydi opa. No, hammasi bitta Anora Weddingda. Keyin singlim bilan chiqdimda sразу Qo'soy Pitakka bordik, mashinaga o'tirdik. 1 2 3 deganda yetib keldik. Aldadim, yarim soatdan keyin uyga yetib keldik. Sizlar yaxshi ko'raman. Bay bay.